Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Mana yaqinda Xudo xolasa tez kunlarda 2025-yil bilan xayrlashib, 2026-yilda qarshi olamiz. Hammalaringni kirib kelayotgan yangi yil 2026-yil bilan hammalaringni chin qalbimdan tabriklayman. Xonadonlaringga baxt, quvonch, omad olib kelishini Allohdan so'rab qolaman. Ilohim hech qachon g'am ko'rmanglar. Yuzlaringdan tabassum, lablaringdan kulgu hech qachon arimasin. Sizlarga yaxshi tilaklarim mana shu so'zlarim bo'ladi. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chiroyli qo'shiq to'rt qator. Har bahor yo'lingda intizor kutaman, ahdiga vafodor, yurakdan asragan gapim bor. Kutaman, kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman. Kutaman, kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman. Chiroyli qo'shiq. Hammalaringni yangi yil bilan yana bir bor tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolaman.